Bosasizlar. Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun o'tadigan mavzumuz, yani 7-chi mavzu Avesta va Zardushtiylik deb nomlanadi. Mazkur mavzu bo'yicha 4 ta reja belgilangan. Birinchisi Avesta tarixiy manba sifatida, ikkinchi Avestoning o'rganilishi, uchinchisi geografik hududiy nomlar, to'rtinchisi ijtimoiy-iqtisodiy ma'lumotlar va siyosiy tarix masalasi. Ma'lumki, Zardushtiylik O'rta Osiyo, O'rta Sharq, ya'ni shu bilan birga hozirgi Ozarbayjon hududlarida yashagan xalqlarning qadimgi dastlabki dini hisoblanadi. Bu din asoschisi Zaratustra nomi bilan mashhur, Yevropada Zoroastr ham deyishadi. Miloddan avval 7-asrda yashaganligi ma'lum qilinadi. Ya'ni tarixiy shaxs. Avestoning gohlar qismi bevosita Zardushtga tegishli bo'lib, qolgan qismlari esa Zardusht va uning salaflari, ya'ni uning muridlari tomonidan keyinchalik yozib borilgan, to'ldirilgan qismlari sifatida e'tirof etiladi. Va Avestoning bizga yetib kelgan 21 ta kitobida 4tasi bizga ma'lum. Bu Yasna, ya'ni qurbonliklar keltirish haqidagi qismi, Vedivdot, devlarga qarshi kurash qismi, Bisparat, barcha hukmronliklar haqidagi qismi va Yasht, qadrlash va ulug'lash qismlaridan iborat. Ya'ni Yasht degani maqtash, alqov degan ma'noni ham beradi. Beruniy ma'lumotlarga ko'ra Avesto 21 kitobdan iborat deb keltiriladi. Avestoning paydo bo'lgan joyi va davri, Avesto tili, Avesto talqini haqida turli fikrlar mavjud. Avesto avvalambor o'z geografik belgilariga ko'ra, geografik ifodalariga ko'ra bevosita Markaziy Osiyo hududlarini ta'riflaydi. Ya'ni quyoshning sharqdan chiqib kelishi, tog'lar ortidan chiqib kelishi bu Markaziy Osiyoga xos bo'lgan geografik ko'rinishni ifoda etadi. Avesto tiliga keladigan bo'lsak, Avesto tili olimlarning tadqiqotiga ko'ra bu qadimgi Hind-Yevropa tillariga xos bo'lgan xususiyatlarga ega bo'lib turib, Avesto saqlangan tilda asosan rohiblar gaplashgan degan fikrlar mavjud. Mahalliy aholining esa Xorazmiy, Sug'diy, Baxtli tillari mavjud bo'lgan. Ya'ni bu ko'proq diniy marosimlar va ruhoniylar uchun mo'ljallangan til hisoblanadi. Avestoning talqin etilishida ham o'sha Avestodagi matnlar va unda berilgan tavsiflar ko'proq urg'u beriladi. Avesto tarixiy manba sifatida biz uchun muhim ahamiyatga ega. Sababi Avestoda miloddan avvalgi 1-mingillik bilan bog'liq bo'lgan tarixiy geografik atamalar, hududlar haqida gap ketadi, aholining turmush tarzi haqida gap ketadi va bu ma'lumotlar bevosita Avesto tilida yozilganligi bilan ham ahamiyatga ega. Avesto tilining 48 belgidan iborat yozuvi mavjud bo'lgan. Avesto ma'nosi o'sha hozirgi o'rta fors tili deyiladi, apastak degan ma'no bilan solishtirishadi, ya'ni asos, ya'ni asos sifatida olingan hisoblanadi. Avesto ko'proq mana shu sharqiy hududlarda yashaydigan, ya'ni Eronning sharqida yashaydigan aholining manbasi sifatida ham ko'proq talqin etiladi. Sababi Avestoda ta'rif etilgan joylar hammasi o'sha Eronning sharqidagi, ya'ni Xuroson deymiz, keyincha arablar davrida Movarounnahr deyilgan, ya'ni bizning Turon va Turkiston hududlarimizga to'g'ri keladi. Avestoni o'rganish masalasida albatta birinchi Duperonni esga olish kerak. 18-asrda Avesto haqida ma'lumotlarni bergan olim Duperonni esga olamiz va bundan keyin bu Avesto matni bilan bir qancha olimlar shug'ullangan. Ya'ni biz bilgan Abayev, Sokolov, Lifshiz, Aranskiy kabi olimlar, o'zimizda O'zbekistonda demak Asqat Mahkam, Mirzo Isoqov kabi olimlar Avesto matnlari va uning talqini bilan shug'ullangan olimlar sirasiga kiradi. Avestoda Zardushtiylik, ya'ni Zardusht masalasiga keladigan bo'lsak, Ankel Duperonning o'sha 1750
yillarda Hindistonning Gujarat shtatiga qilgan sayohatida Parslarga duch keladi va Parslarning urf odatlarini o'rganadi va ularning qadimgi zardoshiylarning avlodlari ekanligini aniqlaydi va ulardan shu Avesta haqidagi ma'lumotlarni oladi va dastlabki Avesto bular qo'lga tekkanda bu Avestoning eng qadimgi varianti 13-asrga oid edi. Ya'ni undan oldingi variantlari saqlanmagan. 1771 yilda Duperon o'sha Avestoni tarjimasiga harakat qilgan, tarjima qilib ko'rgan va u yerda Avestoning 21 kitobdan iborat qismidan 4 ta kitobini demak bizga ma'lumot sifatida boya aytib o'tgan keltirib o'tadi. Avestoning Yasna kitobi, bitta Yasna kitobimiz 72 bobdan iborat va bu yerda gatalar deymiz, biz gohlar deymiz. Oddiy misol uchun hozirgi paytda qo'shiqlarimizda ishlatiladigan dugoh, fegoh kabi atamalarning goh qismi aynan o'sha gata, gaha so'zidan olinganligi hozirgi paytda isbotini topgan. Ya'ni bu bevosita Zardoshning o'ziga tegishli bo'lgan qismi hisoblanadi. Bundan tashqari Visparat kitobi 21 bobdan iborat. Bu yerda xudolar haqida, xudolarning arqashi haqida, turli marosimlar haqida gap ketadi. Yasht 21 bobdan iborat. Bu haligi qadimgi qabilalarning dunyo va jamiyat haqidagi tasavvurlari o'z aksini topgan. Vedirdod qismida bu kitobda o'sha haligi devlarga qarshi kurash masalasi ketadi. Dev deganda ular avvalambor dastlabki paytlarda devlar ijobiy qaralgan, keyinchalik devlarga nisbatan salbiy munosabat shakllana boshlagan. Endi geografik hududiy nomlarga keladigan bo'lsak, Avestoda demak biz bilgan va biz hozirgi paytda yashayotgan hududlarning ayrim nomlari uchraydi. Masalan, Ayrian Vacho atamasi uchraydi. Bu dashtliklar, ya'ni oriylar yashaydigan hudud sifatida qaraladi. Oriylar deganda bu shimoliy, Turonning shimoliy mintaqasida yashagan ko'chmanchi chorvador, yirik kuchga ega bo'lgan qabilalar guruhi hisoblangan oriylar va o'shalarni yurti sifatida, ya'ni Xorazm, Orol dengizi, Kaspiy dengizi bo'ylari Aryan Vacha sifatida aytiladi. Keyin Parutu, Iskata, Maori, Gavasurda, Baxti, Xorazm kabi atamalar ham Avestoda duch keladi. Va bu yerda Avestoda eng muhimi tog'lar, ko'llar, daryolar tasvirlangan. Yirik daryolar haqida gap ketadi, yirik ko'llar haqida gap ketadi va bular haqida aytib o'tiladi. Eng muhimi Avestoda odamlarni mehnat qilishga, ya'ni dehqonchilik qilib, chorvachilik qilib yashashga undash birinchi o'rinda turadi. Ya'ni Ahromaza yaratgan o'lkalarda dehqonchilik va chorvachilik doimo rivojlanib kelganligi Avestoda birinchi bor ta'kidlanadi. Endi biz hozirgi paytda o'sha Avestodagi atamalarni o'rganish natijasida bu atamalar Markaziy Osiyoning Pomir, Hindiqush, Hisor, Tangritog' tog'lariga, keyin Kaspiy, Orol dengizlariga, Amudaryo va daryolariga to'g'ri kelishini hozirgi paytda olimlar buni isbotlagan. Ya'ni quyoshning tog' ortdan chiqishi va quyoshning cheksiz kengliklarga botishi bilan bog'liq jarayonlar bu yerda aks etadi. Avestoda demak masalan tilga olinadigan daryolar haqida aytib o'tdik. Demak, bu yerda Zarafshon daryosini ham esdan chiqarish kerak emas. Ko'plab olimlar Avesto paydo bo'lgan hudud sifatida Zarafshon daryosi, uning bo'ylarini ham nazarda tutishadi. Sababi Zarafshon daryosi va So'g'itning o'sha joylashuv qismi Avestoning paydo bo'lgan hududlarga bir qadar to'g'ri keladi. Endi Avestoda qadimgi jamiyatda boshqaruv tartibi haqida gaplashadigan bo'lsak, Avestoda mana uy, oila dimana deb atalgan yoki nimana deb atalgan. Vis esa urug' va bilan bog'liq atamani bildiradi. Varzana esa qo'shni jamoalarni bildiradi. Var so'zi biz hali ishlatamiz. Var so'zi bu qo'rg'on, o'ralgan joy ma'nosini bildiradi. O'sha ma'noda Zantu so'zi bu qabila bilan bog'liq. Daxli so'zi viloyat, qabila ittifoqini bildirsa, daxli stati mamlakat, daxli sastilar mamlakat ma'nosida keladi. Hanjamani degani bu majlis degan ma'no bildiradi. Ya'ni o'sha paytda oqsoqollar kengashib majlis o'tkazgan. Bu majlis
Avesta tilida hanjamani, ya'ni bizda hozir anjuman sifatida saqlanib qolgan atama sifatida ko'rishimiz mumkin. Endi boshqaruv tartibida uy egasi, oila boshlig'i, urug' oqsoqoli, oqsoqollar yig'ini, qabila yo'lboshchilari, viloyat hokimlari va boshqalar asosiy o'rin tutadi. Umuman olganda Avestodagi siyosiy ma'lumotlar bizga dastlabki davlatchilik an'analarining qay ko'rinishda bo'lgani haqida ma'lumotlar beradi. Ya'ni Zantu partiyalar, qabila boshlig'i, daxliy partiyalar, viloyat hokimi, sastarlar, kabiylar, qabila o'rtasidagi kurashlar haqida, siyosiy jarayonlar haqida, tashqi bosqinlarga qarshi kurashlar va kuchli hokimiyat g'oyasi, bu hammasi Avestoning asosiy dastlabki davlatchilik va dastlabki davlat boshqaruvi haqidagi ma'lumotlari haqida bizga batafsil ma'lumotlar keltirib o'tadi. E'tiborlar uchun rahmat.